Xo'sh, Xo'jayev, nega kech qolding? Ustoz, amakim o'tib qoluvdilar shunga. Xo'p, o'tir joyingga. Xo'p. Bugun yana nimaga kech qolding, Xo'jayev? Ustoz, tog'am o'tib qoldilar shunga. Bo'ldi, bolam, yig'lama, o'tir joyingga. Rahmat. Ustoz, amakim bojalarini pochchasi o'tib qoldilar shunga. Xo'p, bo'ldi, bolam, o'tir joyingga. Assalomu alaykum. Uf, yana nimaga kech qolding, Xo'jayev? Haligi Menimcha hamma qarindoshlaring qirilib ketdi. Boshqa bahonang yo'qmi? Yangilik qilmaysanmi, Xo'jayev? yengilikmi ustoz? Yengilikni men nima qilib? Yengilikni hammasini flavis qilib yotibdi-yu. Yangi tam ustoz flavisdan. Dahshat amerikanskiy tam buni ichasiz voy mazza qilasiz. Bolalar sizlar ham ichib ko'ringlar, yangi zo'rani do'konlardan so'rasanglar flavisni yangi tam etsanglar bitta ichib ko'ringlar, shuni ichasizlar. Bo'ldi. Bitta ichib ko'ring ustoz, dahshat lekin. Qalay ustoz? Mazali ekan. Keyin ustoz, ana ertaga ham kela olmayman degan bitta qarindoshimiz o'tib qoladi, maylimi? Mayli, mayli.